Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bu navbatdagi kasalligimiz stereotipik harakatlar, ya'ni takrorlanuvchi go'yoki majburiy va ko'rinishidan maqsadsiz bo'lgan noto'g'ri xatti-harakatlar deb ataladi. Ya'ni bolalarda hech qanday buyruqlarsiz, hech qanday ishtirokchilarsiz, ya'ni hech qanday maqsadsiz, tartibsiz xatti-harakatlar. Ya'ni bolalarda ushbu xatti-harakatlar ijtimoiy va o'quv jarayonida va boshqa faoliyatlarda ya'ni zarar yetkazishi mumkin. Buning sabablari nimada? Sabablari stress bo'lishi mumkin. Zerikish, yetarlicha e'tibor yoki stimulyatsiya bo'lmasligi. Asosan boshlanishi erta rivojlanish davrida, ya'ni 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda boshlanadi. Bunda asosan qo'lni silkitish, qoqish, tanani tebratish, boshni urish, o'zini tishlash, o'z tanasiga urish kabi harakatlar kiradi. Bunda asosan me'yori rivojlanayotgan bolalarda takroriy harakatlar e'tibori shu harakatlarga qaratilganda yoki bola chalg'itilganda to'xtatishi mumkin. Lekin aqliy rivojlanish nuqsonli bo'lgan bolalarda esa bu xatti-harakatlar bunday ta'sirlarga kamroq javob beradi. Ya'ni nima desam ekan? Ya'ni rivojlanishi normal, ya'ni me'yoriy bo'y ko'rsatkichlari, me'yoriy tana vazn ko'rsatkichlari, ya'ni yoshiga mos ravishda rivojlanayotgan bolalarda ya'ni ozgina chalg'itsak yoki biron narsaga qiziqtirsak, bu xatti-harakatlar o'sha joyni o'zi to'xtab, ya'ni yo'qolib ketishi mumkin. Doimiy o'sha holatda davom etsak, lekin aqliy rivojlanishi bo'lgan bolalarda bu xatti-harakatlar chalg'ituvchi ta'sirlarga kamroq javob beradi. Stereotipik harakatlar kun davomida ko'p marotaba yuz berishi mumkin. Bir necha soniyadan bir necha daqiqagacha yuz berishi mumkin. Buni e'tiborda qoldirmaslik kerak. Ya'ni bir necha soniyadan bir necha daqiqagacha yuz beradi. Tutqanoq emas bu. Ya'ni bola o'tirgan holatda ham, turgan holatda ham tartibsiz xatti-harakatlar qiladi. Ya'ni hushi joyida, fikri joyida, xayoli joyida, ko'zi ochiq, uyg'oq. Xo'p, normal rivojlanib ketgan bolalar esa vaqt o'tishi bilan bu xatti-harakatlar yo'qoladi. Aqliy rivojlanishi jihatdan nuqsoni bor bo'lgan bolalarda bu xatti-harakatlar ma'lum bir muddat davomida, ma'lum bir vaqt talab qiladi, ma'lum bir terapiya talab qiladi. Xo'p, bunda asosan yengil stereotipik harakatlar, ya'ni yengil tartibsiz harakatlarda parvarishlovchi kim? Bolani parvarishlovchisi ona, opasi yoki singlisi. Birinchi o'rinda ona. Bog'chada bog'cha opasi bo'lishi mumkin. Ya'ni noma'qul xatti-harakatlarni e'tiborsiz qoldirish, muqobil xatti-harakatlarni rag'batlantirish va bolaga tashvish ifoda etmaslikni tavsiya etishdir. Ya'ni ota-onalarga, parvarishlovchilarga, qaraydiganlarga. Kichik yoshdagi bolalarda e'tiborning bartaraf etilishi bilan bu harakatlar vaqt o'tishi bilan yo'qolishi mumkin. Lekin yana bir takrorlab aytaman, aqliy rivojlanishda nuqsoni yoki autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarda stereotipiyalar davolashga nisbatan chidamliroq bo'lishi mumkin. Bunday hollarda xulq-atvor, psixologik rivojlanishi, xulq pediatr yoki bolalar va o'smirlar psixiatr ko'rigi zarur bo'ladi. Davolashning asosiy usuli xulq-atvor terapiyasi bo'lib, odatda odatlarni bekor qilish, relaksatsiya mashqlari, ya'ni o'zini kuzatish, shartli boshqaruv, raqobatchi javoblar va salbiy mashq kabi strategiyalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni hech qanday dorilarsiz. Bir xil onalarimiz bo'ladi, o'zi bilmagan holatda, o'zi kutmagan holatda har xil dorilarni
berib qo'yishadi va uni battar vaziyatni chigalashtirib, ahvolini yomonlashtirib yuborishi mumkin. Ya'ni yengil tartibsiz harakatlarni og'ir yoki o'rta darajaga o'tkazib qo'yishi mumkin. Xo'p, o'ziga shikast yetkazuvchi xatti-harakatlar mavjud bo'lsa, agar bolalarda jarohatlanish xavfini kamaytirish uchun muhitni moslashtirish zarur. Atipik ba'zi hollarda, ya'ni atipik antipsixotik dorilar beriladi. Ya'ni kamdan kam holatda, ya'ni kimlarga? Autizm sfenkteri buzilishi bo'lgan bolalarga, aqliy rivojlanish jihatdan orqada qolayotgan bolalarga, ya'ni normal rivojlanmayotgan, ya'ni yoshga mos rivojlanmayotgan bolalarda bu dorilar beriladi. Bu dorilar, ya'ni antipsixotik dorilar, ya'ni tartibsiz harakatlarni kamaytirishga yordam beradi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'lasizlar. Bolalaringizni asrangizlar. Ya'ni shunaqa holatlar kuzatilsa, ya'ni birinchi o'rinda parvarishlovchilar, ya'ni ona yoki bog'cha opalari o'sha holatni o'zgartirishga, doktor nazorati ostida, shifokor nazorati ostida olib boringlar. O'zlaringcha hech qanaqa dori, antipsixotik dorilar, depressiyaga qarshi dorilar, har xil gipertonusga, giperfolikga qarshi dorilar berilmaydi.